2025-yil 25-aprel Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Paxtakor mahallasi 130-kontur. Yer maydoni 15 gektar, 30 nafar dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan 50 sotikdan. Har bir dehqon xo'jaligi 25 million so'm daromad olishni o'z oldiga maqsad qilgan. Bugungi kunda ushbu yer maydonida piyoz mahsuloti ekilgan va piyoz mahsulotlari unib o'sgan. Bu dehqon xo'jaligi Sardoba BXM bank xizmatlari markaziga biriktirilgan bo'lib, bugungi kunda ushbu yer dehqon xo'jaliklari bilan ishlanib, kooperatsiya ochildi. Muntazam ravishda bank xizmatlari markazi xodimlari bilan ishlab kelinmoqda. Har bir dehqon xo'jaligi o'z oldiga 25 million so'mdan daromad olish maqsad qilib qo'ygan.